Shu farasini o'zi 5000 dollar turadi. Agarda shu komplektini olsangiz, bitta Gentra'ning puli chiqadi. Boyagan men siz uchun Bentley Continental GT olib qo'ydim. Gentra'chilar yana meni so'kib yurmanglar. Bilasizlar, prosta tak etib qo'ydim. Mana bu diskasini qaranglar. Diskasi ham o'ziga yarashib turadigan diskalardan biri. Lekin ruchkasini ochilishi ham boshqa tegmaygan. Qarang. Qarang, tepaga ochilagan. Va buni salonini ko'rgan odam voy devoradi. Multirullari bor, hamma joyi xrustalniy. Har bitta detaliga alohida mehr berilgan. Mana bu choklarni qarang, qizilgina choklari bo'ladi. Va bu mashinamiz Bestra 2024-yil. Haqiqiy premium klass darajada mashina. Qarang, bitta bosasiz, qarang, sekin aylanadi. Ilohim hammamizga shunaqa mashinalar nasib qilsin. Polniy panorama tomlari ham bor. 360 kamera deysizmi? Mashinamizda даже 550 tot kuchi bor. Shu komfortiga 1 sekund 0 dan 100 gacha. Xo'jaki, sizga yarashmasa kimga yarashsin? Bosib yuboring endi. Hammamizga nasib qilsin, chin dildan niyat qilib qo'ydim. Endi siz buni bitta orqa salonni ko'ring. Orqa salonlari ham juda kengina bo'ladi. Даже monitorda plyonkasi ham shilinmagan. Nima deyapti? Orqalarida ham klimat kontrol, prisoska deysizmi? Hamma narsasi bo'ladi. Va bagaj ochilishi menimcha rostdan shu yerda ekan. Prosta tak etib qo'yadi. Wow, bagajlari ham juda kengina va bagajning o'zida ham kolonkasi bo'ladi. Bitta bosaman, o'zi sekin yopiladi. Lekin gap yo'q, srochniga bu mashinamiz narxini 360 ming dollarga bosib olsangiz bo'ladi.